Assalomu alaykum. Xudo xohlasa mana aynalar qo'yib, hamma ligirovkalar chiroyli bo'ldi. Xudo xohlasa ishlar tugadi. Akfani biz qilmadik. Boshqa ustalar qildi. Mana shu 970 ga 6 metr 3 teshik, bitta hammom eshigi, 4 ta portishga 21 millionga tushdi. Eshik degani bunaqa 3 ta katta eshikdan. Xudo xohlasa mana ichki ko'rinishi. Ayna qo'yilgandan keyin yana bitta videoga olaman dedim. Mana patologlarimiz qildi. Xudo xohlasa chiroyli chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 50 677 73 95 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib, qanaqa xohlasangiz shunaqa qilib, figuralimi, qanday xohlasangiz shunaqa qilib, chiroyli qilib beramiz. Xudo xohlasa mana bu yoq letniy kuxnaga chiqib ketadigan joy. Mana eshikni bu yoqida mana letniy kuxna bo'ladi. Xudo xohlasa mana dush bo'ladi. Xudo xohlasa bu ham ichkarilarini o'zimiz qilamiz. Xudo xohlasa bitganda syomka qilib tashlaymiz. Bu yerda kuxna bo'ladi. Yegichar, mayka narsalar o'rnasa, Xudo xohlasa